Toshkentda energiya samaradorligi va audit masalalari yana kun tartibiga chiqdi. Energiya samaradorligi milliy agentligi tashabbusi bilan o'tkazilgan respublika seminarida sohadagi mavjud muammolar, huquqiy bo'shliqlar va eng muhimi amaliy natijalar muhokama qilindi. Bugun energiya auditi qog'ozdagi hisobot emas, balki real tejamkorlikni ta'minlaydigan mexanizmga aylanishi kerak. Auditorlar malakasi, nazorat tizimi va shaffoflik masalalari hanuz dolzarbligini mutaxassislar ham tan oladi. Energiya auditimizda bugungi kunda yechilishi kerak bo'lgan muammolarimizdan dastlabkisi bu energiya auditorlarida miqdori. Ya'ni shu sohada xizmat qiladigan mutaxassislarimiz hali energiya samaradorligi sohasida amalga oshiriladigan tadbirlar uchun yetarli darajada emas. Buni asta-sekin hal qilib boryapmiz. Kelgusida barcha texnik mutaxassislik, ya'ni texnik yo'nalishga ega bo'lgan respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalarida energiya auditi bilan tayyorlash bo'yicha qisqa muddatli o'quv kurslari tashkil qilinadi. Bundan tashqari energiya auditorlarimiz, ya'ni mavjud auditorlarni malaka oshirishini yo'lga qo'yadi. Har qanday energiya samaradorlik tadbirlari dastlab energiya auditidan boshlanadi. Ya'ni energiya audit jarayoni bu o'sha energiya samaradorlikda amalga oshirmoqchi bo'linayotgan obyekt. Tasavvur qiling, aholini xonadoni bo'ladigan bo'lsa, uni energiya audit qilishdan maqsad eng avvalo samaradorlikka erishganimizni bilishimiz uchun biz dastlabki holatni bilishimiz kerak. Ya'ni o'zi xonadonda qancha energiya iste'mol qilinyapti, ya'ni o'sha binoning energiya sarfi qancha. Qayerlarda energiya yo'qotishga yo'l qo'yilyapti. Energiya samaradorligini oshirishga, ya'ni mavjud energiyani tejash yoki undan samarali foydalanish imkonini beradigan rezervlarimiz bor, ya'ni zaxiralar foydalanilmayotgan. Shularni aniqlab berish jarayoni energiya audit deyiladi. Tadbirda energiya auditini tashkil etish va nazorat qilish bo'yicha joriy etilgan esma.uzx.uz raqamli platformasi imkoniyatlari muhokama qilindi. Platforma orqali auditorlarni tanlash, audit o'tkazish va hisobotlarni shakllantirish nazarda tutilgan. Platforma operatori O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi hisoblanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yil davomida energiya samarador qurilmalar va audit xarajatlarini qoplash uchun 1,2 milliard so'mdan ortiq subsidiya ajratilgan. Mablag'larning asosiy qismi energiya tejamkor uskunalar xaridiga yo'naltirilgan. Aholi uy-joylarini energiya auditdan o'tkazish xarajatlari hozirgi kunda to'liq qoplab beriladi 100%. Quyosh energiyasi orqali suvni isitib beruvchi kollektor qurilmalari o'rnatish xarajatlari hamda quyosh panellari, ya'ni quyosh nuridan elektr energiyasini generatsiya qiluvchi qurilmalarimizni o'rnatish bo'yicha aholimizga ushbu qurilmalarni xarid qilish va o'rnatish xarajatlarining 20% energiya samaradorligini oshirish jamg'armasi tomonidan qoplab beriladi. Issiqlik nasoslari o'rnatish xarajatlarini, ya'ni xarid qilish va o'rnatish xarajatlarini 40% jamg'arma tomonidan qoplab beriladi. Seminar yakunida energiya auditini yanada rivojlantirish, qonunchilikni takomillashtirish va xizmatlar sifatini oshirish bo'yicha takliflar ilgari surildi. Endi energiya auditi tizimi haqiqatan ham iqtisodiyot tarmog'ida yangicha uslubda ishlashi va bu o'zgarish aholining xarajatlarida ham o'z aksini topishi kerak.